Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun judayam mazali tvorojniy pirog retseptim bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib, quruq idishimizga 600 gramm unni solib, 300 gramm margarinni solib, kroshka qilib olamiz. Yaxshilab kroshka qilib olganimizdan keyin 250 gramm qaymoq, 1 kosa shakar, 3 ta tuxum sarig'i, 1 chimdim vanilin va 1 chimdim kabartma solib, yaxshilab muvshlab xamir qorib olamiz. Ichidagi nachinkamizni tayyorlagunimizcha strech yopib chetga olib turamiz. Ichidagi tvorogli nachinkasini tayyorlaymiz. Idishga yarim kilo tvorog, 2 kosa shakar, 3 ta tuxum oqi, 1 chimdim vanilin solib blender qilamiz. Chiroyli silliq massa bo'lguncha blender qilamiz. Endi xamirimizni olib, ikkita bo'lakka bo'lamiz. Taxminan 100 gramm xamirni olib chetga qo'yib turdim. Ustini bezatish uchun qolgan xamirni qolip ichiga yoyamiz. Qo'limiz bilan judayam pisochniy zo'r xamir bo'ladi. Qo'limiz bilan yoyib chiqsak bo'ladi. Qolip razmeriga tenglab mana yoyib chiqdim. Endi ichiga tvorogli massamizni solamiz. Lopatada yaxshilab tekislab chiqamiz va chetga olib qo'ygan xamirimizni xohlagan bir nasatka yordamida kesib, ustini yasatib chiqamiz. Men yulduzchali nasatkadan foydalandim va ustiga tuxum sarig'ini surtib pechkaga yuboramiz. 180 gradusda 1 soatda pishib chiqadi. Yaxshilab sovutib, sovigandan keyin kesamiz. Judayam pisochniy, tvorogli, judayam mazali pirog bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, layk bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'ling.